Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi fanimiz husnixat o'qitish texnologiyasi. Mavzumiz yozuv va uning tarixiy bosqichlari. Biz bu mavzuni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Yozuv haqida ma'lumot, yozuvning paydo bo'lishi va tarixiy ahamiyati, jamiyat taraqqiyotida yozuvning ahamiyati. Yozuv taraqqiyotining bosqichlari, o'zbek yozuv tarixi. Bugungi darsimizning asosiy adabiyotlari G'ulom va Yo'ldoshevalarning va boshqalarning husnixat va uni o'qitish metodikasi, Qosim va Matchonova, G'ulomov, Yo'ldosheva, Sariyevalarning ona tili o'qitish metodikasi darsligi, G'ulom va birinchi sinflar uchun yozuv daftari, Aziz va boshqalarning ikkinchi sinf uchun mashq daftari, G'ulom va Abdullayevalarning chiroyli yozuv daftari bugungi darsligimizning asosiy adabiyotlari hisoblanadi. Nutq ikki xil ko'rinishga ega. Og'zaki nutq va yozma nutq hisoblanadi. Og'zaki nutq tilning adabiy ko'rinishidir. Yozma nutq tabiiy nutqning yozuvdagi ifodasidir. Yozma nutqda kishilar o'z fikrlarini turli shartli belgilar tizimida vositasida ifodalaydi. Hurmatli tinglovchilar, qadimda turli davrlarda insonlar o'z fikrini uzoqroq davrlarga yetkazib berish yoki insonlarning o'z his-tuyg'ularini ifodalash uchun turli xil shakllardan, belgilardan foydalangan. Mana shu narsaning kelajak avlodga yetib kelishi bu ko'proq ahamiyatga ega hisoblangan. Biz hozirgi kunda yozma nutq deb yozilgan narsalarni avloddan avlodga o'tib kelishini, nutqni aytamiz. Yozuv biror bir tilda qabul qilingan maxsus belgilar yig'indisi. Yozuv yozayotganimizda biz ma'lum bir alifbodan, ma'lum bir qonuniyat asosida, ma'lum bir tilga asoslangan alifbodan foydalanamiz. Yozuv yozish davomida siz boshlang'ich sinf o'quvchisiga yozuvning kelib chiqishi, yozuvning tarixi haqida turli xil ma'lumotlarni bermaysiz, lekin o'zingiz nazariy jihatdan yozuvning qanday paydo bo'lganini bilishingiz zarur. Yozuvni bolajonlarga og'zaki nutqni yozma shaklda ifodalab bera olish kerak ekanligini singdirasiz. Yozuvda bola nutqi qanchalik chiroyli bo'lsa, biz og'zaki nutq ham shuncha rivojlangan deb bilamiz. Yozuv masofa va yozuv zamon va masofa jihatdan og'zaki nutqqa nisbatan ustunlikka ega. Biz og'zaki nutqni aynan shu davrda eshitib turgan yoki atrofimizdagi turli ijtimoiy tarmoqlarda hozirgi kunda ko'rinishi mumkin bo'lgan jihatlarda ko'rishimiz mumkin. Yozuv esa bizning hozirgi nutqimizni turli zamonlarga va insonlarga yoki boshqa joylarga yetib borishida ahamiyatli hisoblanadi. 19-20 asr boshlarida topilgan, deshirovka qilingan juda ko'p yodgorliklar yozuvning paydo bo'lishi va tarixiy taraqqiyotini yoritish imkonini berdi. Fanning bu yutug'i yozuv tarixini tilshunoslik fanning mustaqil bir bo'limi sifatida ajratishga olib keldi. Biz yozuvni paydo bo'lishida turli xil davrlarni olamiz. Yozuv taraqqiyotining bosqichlari. Yozuv o'zining taraqqiyotida turli xil bosqichlarni bosib o'tgan. Arxeologik tekshirishlardan, etnografik va lingvistik materiallardan ma'lum bo'lishicha, qadimgi odamlar g'or devorlariga, tog' qoyalariga va boshqa narsalarga turli voqealarni, rasmlarni chizib, o'z fikrlari va istaklarini bildirishgan. Ana shunday turli voqealarni bildirgan rasmlar bizga piktografik yozuv deb hisoblanadi. Piktografik yozuvlar. Piktografiya so'zining ma'nosi lotincha so'zdan olingan bo'lib, pikto rasmli, rasm bilan va grekchada grafa yozaman so'zlardan tarkib topib, rasmli yozuv degan ma'noni bildiradi. Piktografiya yozuvining eng qadimgi turi bo'lib, bu yozuvda har bir rasm bir tushunchani ifodalagan. Piktografiya belgilari tildagi tovushlarni ifodalamaydi, balki kichik bir voqeani, tushunchani yaxlit holda bildiradi. Piktografiya qadimgi Xitoy va Janubiy Amerikada paydo bo'lgan.
Yozuvning eng qadimgi shakli piktografiyadir. Bu sizga hozir aytib o'tganimizdek, piktografiya hozirgi mana bu taqdimotimizda ko'rishingiz mumkin. Turli xil shakllar, vositalar yoki biror bir belgilarni ko'rsatib, qadimgi insonlar, qadimgi ibtidoiy jamoat tuzumidagi yashagan insonlar tomonidan bu fikrlarni biror bir kishiga yetkazish yoki orzu istaklarini kelajak avlodda amalga oshishini ifodalash hisoblanadi. Bu yozuv asosan Amerikada indeyslarning aloqa quroli sifatida qo'llanilgan, chunki ularning til xususiyatlari shunga mos edi. Bu yozuv qadimiy bo'lgani uchun unda ideografik yozuv bilan bir qatorda piktografiyaning ham ayrim elementlari bor. Masalan, toshbaqaning rasmi quruqlik belgisi tushunchasini ifodalagan, ya'ni shartli belgi vazifasini o'tagan. Chunki quruqlik tushunchasini yozuvda ideografiya bilan berish qiyin edi. Ideografiya so'zi grekcha ideya, g'oya tushunchani grafiya yozaman so'zlaridan tashkil topgan. Ideografiya tushunchasi biror bir tushunchani biror bir bitta belgi orqali yetkazib berish degani. Ideografiyada so'zni yoki bir nechta gaplarni, bir nechta so'zlarni tarkib topgan tushunchani bitta shartli belgi asosida yetkazib berishda ideografiya deyiladi. Ideografiyani ko'rinishlari bizgacha yetib kelgan hisoblanadi. Bizda tog'lardagi, g'orlarda har xil rasmlar, chizgilar, belgilar asosida o'sha davrdagi insonlarning yashash tarzini oz miqdorda bo'lsa ham bizga yetib kelgan. Oz miqdorda biz o'sha davr haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Bu yozuvning tarixiy ahamiyati hisoblanadi. Agar yozuv bizga mana shunday tarixiy ahamiyatga ega bo'lsa, biz yozuv orqali esa insonlarning yashash sharoiti, insonlarning o'sha davrdagi muhiti, ularning ongi, saviyasi qay darajada ekanligini bilib olamiz. Ideografik yozuv eng avvalo Xitoy va Misrda paydo bo'lgan. Bu xil yozuv namunalari olimlar tomonidan 19-20 asr boshlarida topib o'rganilgan. Ideografik yozuv so'nggi taraqqiyotda fonetik yozuvga aylanadi. Dastlab fonetik alifbeli yozuv Nil daryosiga bostirib kirgan giksoklar tomonidan yaratilgan. Giksoklar misrliklarning ideografik yozuvidan 20 tasini olib, o'zlarining unli va undoshlarini ifodalaydigan alifbeni yaratdi. Alifbe so'zining eng avval giksoklar qo'llashgan. Alif giksoscha ho'kiz degan ma'noni, B esa giksoscha bet bo'lib, uy degan ma'noni anglatgan. Ana shu ikki so'zdan alifbe so'zi paydo bo'lgan. Eramizdan oldingi 1,5 ming yil ilgari giksoklar alifbeni finiklarga o'zgartirib, o'z til tovushlariga moslashtirib olganlar. Finiklarning O'rta dengiz bo'yidagi mamlakatlar bilan savdo-sotiq ishlari yaxshi bo'lganligi uchun o'sha davrdagi boshqa turli xalqlar ham shu yozuvdan foydalanishga bir tomondan majbur deb aytsak bo'ladi. Bir tomondan mana shu savdo-sotiq bularga yozuvni o'rgatish uchun bir shart qo'ygan. Agar siz savdo-sotiqni qilmoqchi bo'lsangiz, bu finiklarning yozuvini o'rganishga majbur edingiz. Ularning yozuvi boshqa mamlakatlarga tez tarqalgan, chunki bu o'sha davrda yozuvning ilk ko'rinishlari mana shu holatda bo'lgan. Tez tarqalgan juda ko'p mamlakatlar finiklar yozuvida yaratganlar. Shunday qilib dunyodagi ko'p tillarning fonetik yozuvlari finiklar yozuvi asosida vujudga kelgan. Bu fonetik yozuv uchun juda 3 ta katta tarmoqqa bo'linadi. Birinchisi Aramey-Suriya tarmog'i bo'lib, bu tarmoq sharqqa qarab tarqalgan. Ikkinchisi Janubiy Arabiston tarmog'i bo'lib, bu janubga qarab tarqalgan. Uchinchisi Yunon-Yevropa tarmog'i bo'lib, u g'arbga qarab tarqalgan. Aramey-Suriya yozuvi eramizning boshlarida arab yozuvining yaratilishiga asos bo'ldi. Keyinchalik arablar istilosidan keyingi bu yozuv boshqa mamlakatlarga ham tarqaldi. Biz o'zimizni yurtimizdan misol qilib oladigan bo'lsak, arablar istilosi
6 asrdan 9 asrdan boshlaydigan bo'lsa, bizda 9 10 11 asrlarda